Mendan juda ham ko'p murojaat qilibsizlar. Trapetsiya ko'ylakni qanaqa qilib bichasiz, ikkita yoni osilib qolmaydigan, ko'kragi tor turadi, buyog'i keng turadigan fasonni qanaqa bichasiz deb so'rabsizlar. Mani prosta asosim salafan bo'lgani uchun ko'rinmadi. Men bu yerga chizib oldim, matoga chizib oldim. Ko'pincha koreyskiy vitishka bilan ishlayman. Demak, qaranglar, qanaqa qilib bichamiz. Har doimgidek asosdan tashqari choq haqila berasizlar. Buni endi o'rgatishim shart emas, hammanglar bilasizlar. Tak bokovoyga 2 sm berasizlar. Har doim mana shunda ham ko'p xato qilar ekansizlar. Koreyskiy vitishkalarni imенно mana shu o'rtasi bor-ku, shu yerga uchburchak qilib chiqarishingiz shart. Bo'lmasam mana bunaqa qilib tikkaningizda bu ichkariga kirib ketadi. Uni olaman deysizlarda tor bo'lib qoladi ko'kragingiz. Shuning uchun iloji boricha mana shunaqa qilasizlar. Mana endi mashqga kelganda to'xtaysizlar. Nimaga? Mana endi buyog'iga mana bu yog'iga kengayish beramiz. Jayam kengayib bormaydi. Iloji boricha mana buksalari bizning klientimizning 100, mana 25 bo'lsa men bitta plus yana 3-4 sm beradigan bo'lsa, ito mana bunaqasi mana ketayotganda yana joy bor. Bemalol keng turadi ko'yning. Shu buksaga e'tibor berasizlar. Iloji boricha. Agar mabodo koreyskiy vitishka emas, erkin asos qo'yotgan bo'lsanglar, shu mana menimcha tushyapti-ku, 7 sm shundoq tushirasizlar, keyin kengaytirish berasizlar. Hech qachon qo'ltiqdan primoy kengaytirish bermaylik, ikkita yoninglar osilishni boshlaydi. Shuning uchun har doim qo'ltiqdan 7 sm tushib, ana undan keyin boksani hisobini olib kengayish berasizlar. Shunda hech qachon sizlarni trapetsiya ko'ylaginglar osilib qolmaydi. Yana bitta narsa mana shunda tekshirish, mana tekis turibdi, to'g'rimi? Etak 110, mana bu yerdan 110 bo'lishi kerak. Va albatta mana bunaqa qilib yedirib olishingiz kerak. Tushunarli? Mana shu asosda bichsanglar, hech qachon sizlarni trapetsiya ko'ylaginglar osilib qolmaydi. Endi orqasini qanaqa bichasizlar? O'sha beldan uzunlikka u yoqdan bu yoqqa qo'yib olib, bunaqasi bichasizlar agar tuksiz bo'lsa. Mana qiziljonlar, orqa asosda o'sha erkin asosda tushuntirib bera oldimmi, yo'qmi bilmadim, orqa asosda tushuntirib beryapman. Mana qo'ltiq olib tashladim sizlarga yaxshilab tushunarli bo'lishi. Mana qo'ltiqdan 7 sm pastga tushib, ana undan keyin kengaytirish beryapman. Ana o'shandagining ikkita yoninglar osilib qolmaydi. Agar sizlar mana bunaqasiga trapetsiyani olib ketadigan bo'lsanglar, men hijobli bo'ladimi, modniy bo'ladimi, trapetsiyani mana shunaqa bichinglar, abayalani. Shunda zo'r turib beradi, chunki mana bu orqanglar xolaplab qolmaydi, yaxshilab ushab turadi. Ko'kring tegi ham yaxshilab ushab turadi-da, ko'yningni ushab oladi. Agar men bittan mana bunaqasiga kengaytirish beradigan bo'lsanglar, ikkita yon avtomatik ravishda osilishni boshlaydi. Uning uchun sizlar ikkita chetini yaxshilab olishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bo'ladi shunaqa qilsanglar, no, yaxshilab уже tekislashga to'g'ri kelib qoladi. Agar biz primerka shundoq trapetsiyani tikib olaman desanglar, mana shu yo'nalishda bitishinglarni hammangizga tavsiya qilaman. Orqasi ham mana qaranglar qizlarjonlar. Mana orqasi ham o'sha imенно qayiladigan joyiga kelgandan keyin mana keyin kengayadi. Shunda aytayotganimdek orqanglar chiroyli turib beradi.